Siz ham kimnidir kuchli rashk qilib stressga tushgan paytingizda bachadoningizda ham siqilish, spazm, ba'zan og'riq his qilganmisiz? Bu shunchaki og'riq emas, bu Svadhisthana chakrasining sizga berayotgan ishorasi hisoblanadi. Chunki bu chakra tanamizdagi ikkinchi chakra, ya'ni sakral chakra bo'lib, ayollik zonasiga, ijodkorlikka va zavqqa javobgar markazdir. Agarda siz kimnidir kuchli rashk qilib stressga tushsangiz, bu chakrangiz bloklanadi, ya'ni energiya tanamizda erkin oqmaydi. Natijada barcha energiyalar to'planib sakral chakramizda, ya'ni bachadonda o'simta ko'rinishida o'sib chiqishi mumkin. Va kuchli stress qilishlar natijasida agarda siz homilador bo'lsangiz, bu homilangizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki sakral chakra bu atrofga energiya taratish markazi hisoblanadi, ya'ni ayollik energiyasi, farzand tug'ib berish, gullar parvarishlash, uyni ayollik energiyasiga to'ldirish, ijodkorlik va zavq kabi berish energiyalarini shakllantirgan markaz hisoblanadi. Rashk esa sevgining qo'rquvga aylangan turidir. Agarda siz kimnidir kuchli rashk qilsangiz, ruhingiz u insonga qarata, men seni yo'qotishdan qo'rqyapman deyotgan bo'ladi. Albatta sevgi rashksiz bo'lmaydi, lekin rashkni yo'q qilish imkoni bor. Svadhisthana chakrasining elementi suv, rangi olovrang bo'lganligi sababli, agarda siz kuchli rashk qilgan paytingizda cho'milsangiz yoki bo'lmasam giyohli vanna qabul qilsangiz, olovga tikilib o'tirsangiz yoki tillarang buyumlarga yoki masalan zargarlik buyumlariga termulib o'tirsangiz, bu tuyg'u sizni butkul tark etadi. Bir narsani eslab qoling. Biz ayollar bu dunyoga yo'qotish uchun tug'ilganmiz, ya'ni biz doim bu narsaga tayyor turishimiz lozim. Onamizdan yolg'iz tug'ilganimiz kabi vafot etganimizda ham yolg'iz ketamiz. Va yana shuni unutmangki, sog'ligimiz bizning eng katta qiymatli boyligimiz hisoblanadi. Agarda kimdir sizni sog'lom paytingizda qadrlamagan bo'lsa, bilingki, xasta paytingizda u sizni butkul tark etadi. Shu sababdan sog'ligingizni asrang, o'zingizni seving va yozib qoldiring, keyingi videolarim qaysi chakralar haqida bo'lsin. Va shuni ham yozishni unutmangki, sizning hayotingizda ham rashk tufayli shunday sog'ligingizda muammolar bo'lganmi?